Şinjan Uyghur Abdunum rayonu vatanimizning g'arbiy shimoliy qismiga, Osiyo Yevropa quruqlig'ining markaziga joylashgan. Yer ko'lami 1.660.000 kvadrat kilometr keladi. Elimizdagi yer ko'lami eng cho'ng o'lka darajalik abdunum rayon. Şinjan ziminiga egizdan nazar solsak, shimolda yap-yeshil Oltay tog'i. Janubda bulutlarga taqishadigan hayvatlik Qaraqurum tog'i. O'ttirda Elan bag'ri so'zilib yotgan hayvatlik Tangir tog'i bor. Oltay tog'i bilan Tangir tog'i 200.000 kvadrat kilometr keladigan Jungar o'ymonliqini. Tangir tog'i bilan Qaraqurum tog'i 530.000 kvadrat kilometr keladigan Tarim o'ymonliqini o'rab, o'z ara giralishib, ajoyib, go'zal manzarini hosil qilgan. Bu yerda qarliq cho'qqilar bilan o't yurti Turpan o'ymonliqi, bayovan cho'llar bilan zumratdek sulami bor. Ko'z yetkusiz o'rmonliqlar, aynakdek süp-süzük ko'llarni o'rab turadi. Yap-yeshil go'zal yayloqlar uzilmas daryo iqillardan oziq oladi. Bu go'zal tabiiy manzara har qanday kishining zo'qini keltiradi. Şinjan, dünya bo'yicha tabiiy manzarasi va madaniyat boyligi eng mo'l, ta'sirli manzarlarga boy makon. G'arbiy Xan sulolasidan buyon Yevropa Osiyo cho'ng quruqligidagi qadimiy Hind madaniyati, qadimiy Faris madaniyati, Yunan Rim madaniyati Ipak yo'li orqali tarqalib, bu sirliq zaminda o'z ara singishib va ta'sir ko'rsatib, cho'nqur yildiz tatgan. Hamda qo'yiq odamiyat tarixini mujassamlab, Şinjanga cheksiz sehriy kuch ato qilgan. 1995-yil 10-oyda arxeologlar Niya xarobiyasini keng ko'lamda ilmiy tekshirishda qezib chiqqan madaniyat yodikorliklari saqlanishining mukammalligi, qimmatining yuqurligi bilan Jongo, hatto dunyo arxeologiya sohasini hayron qoldirdi. Sharqda ko'rindi 5 axtar Jongoga o'ngishlik keltirar degan jumla boshqa madaniyat yodikorliklarida, bo'libmi kimxob, ipak to'qilma buyumlarda zodli ko'rilib boqmagan. 5 axtar osmondagi Venera, Yupiter, Merkuriy, Mars, Saturndan iborat 5 sayyorani ko'rsatdi. Ular Jongoning gullab qudrat tepishi, xalqning xotirjam tirikchilik qilishi, texmi beyib ro'noq tepishiga bo'lgan yaxshi tilaklar va orzu istaklarning Şinjandagi har millat xalq orasiga yetib kelganligini ko'rsatdi. Tarixda Şinjangning o'ttir tuzlanlikdagi xandonliklar bilan bo'lgan aloqasini milodidan avvalgi davrdan surishti qilishga bo'ladi. Milodidan burungi 138-yili Xan xandonligining podshohi O'nlarning Xan xandonligining chegara rayonlariga qilgan tajovuzchilikni chekindirish uchun Jangchenni g'arbiy yurtga elchilik yaratgan. Milodidan burungi 60-yili g'arbiy Xan sulolasi g'arbiy yurt qo'riqchibek mahkamasi ta'sis qilgan. G'arbiy yurt qo'riqchibek mahkamasining ta'sis qilinishi g'arbiy Xan sulolasining g'arbiy yurtda davlatning egilik huquqini yurgizganligidan, Şinjangning Jongodan iborat birlikka kelgan ko'p millatli davlatning muhim tarkibiy qismiga aylanganligidan darak berdi. Uzoq tarixiy davrlarda vatanimizning chegara rayoniga joylashgan Şinjangda iqtisod ojiz, jamiyat qalaymaqon bo'lib, xalq nomrod edi. 4 million aholining mutlaq ko'p qismi jamiyatning to'yan qatlamida yashaydi. Har millat dehqon chorvachilari kasallik va ocharchilik ichida jon talishib turmush kechiradi. 1949-yil 9-oyning 25-kuni Şinjang tinch yo'l bilan ozod bo'ldi. 1955-yil 10-oyning 1-kuni Şinjang Uyg'ur Abdunum rayoni qurildi. Shuningdan e'tiboran Şinjang tarixida yangi bir sahifa ochildi. Yerim asrdan ko'proq vaqt mobaynida partiya va davlatning bir qancha avlod rahbarlik kollektivi Şinjangdagi har millat xalqining baxtli turmushiga samimiy g'amxo'rlik qildi. Şinjangning taraqqiyoti va muqimligiga yuksak ahamiyat berdi. Şinjangning kelgusidan zo'r umidlarni kutdi. Yangi Jongo qurilgandan keyingi yerim asrdan ko'proq vaqtda markaz Şinjangdan iborat bu chegara rayon, oz sonliq millatlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonga alohida e'tibor berdi. Markazning 3 avlod rahbarlik yadrosi aniq qilib, davlat Şinjangning taraqqiyotini qo'llaydi.
Şinjanның iqtisodiy taraqqiyotini o'tmishdagidan tezlatib qolmasdan, atrofdagi davlatlarnikidan yaxshi qiladi. Har millat xalqining turmushini atrofdagi davlatlar xalqlarininkidan bayashat, baxtli qiladi deb o'tirib qo'ydi. Ozodlikdan ilgari Şinjangda doğru qiz, doktor az edi. Odamlar bilan hayvonlar bir ko'lning suyini ichgashga yuqumli kasalliklar tarqalib ketadi. Kasal dadamniki depressiya yuqumli kasal tarqalib bir oydan 3-4 ayında opatulab yalik alg'ilma adam yo'q, davolig'ilma adam yo'q, doktor yo'q. Bunda Merkez maliyasining zo'r kuchli qo'llashi bilan 2001-yilning oxiriga qadar Şinjang yezilarida suvni yaxshilab kasallikning oldini olishga jami 2 milliard 400 million yuandan ortiq mablag' sarflandi. 10 milliondan ortiq odam ko'l suvi ichishdan qutuldi. Shuningdan e'tiboran suvdan kelib chiqadigan yerlik kasallik tadrijiy tugab, dehqon chorvachilarning sog'lomligi kun sayin yaxshilandi. 2004-yili Şinjangda har 1000 odamga to'g'ri kelgan doktor soni, yezlarda har 1000 odamga to'g'ri kelgan yezi bozor shifoxonalardagi karvat soni va tibbiy xodim soni butun mamlakatning o'rta saviyasidan yuqori bo'ldi. Abdunum rayon bo'yicha aholining o'rtacha umri 1949-yildagi 30 yoshga yetmaslikdan hozirgi 67,41 yoshga yetdi. Şinjang ko'p yer tevraydigan rayon. 2004-yilning 5-idan boshlab avtonom rayon yer tevrashga chidamli uy selish qurilishini yo'lga qo'ydi. 5 yilda hukumat 1 milliard yuan mablag' ajratib, butun Şinjangdagi yer tevrashga bardoshlik berolmaydigan turalg'i uylarni yer tevrashga chidamli uy qilib selish, mustahkamlash va qayta selishni planladi. 2005-yili Şinjangda 411 ming oila yer tevrashga chidamli uy qurilishini tamomladi. 1,880 ming namrat oila yangi uyga ko'chib kirdi. 50 yil mobaynida Şinjang partiyaning millatlar siyosatini to'g'ri ijro qilib, har millat xalqining turmush saviyasini umumyuzlik o'stirdi. Şinjang jamiyatining har qaysi taraflarida olamshumul o'zgarish bo'ldi. Birinchidan, qo'saq to'ymaslik tarixi xotim berildi. Ikkinchidan, ko'l suvi ichish tarixi xotim berildi. Uchinchidan, qarichiroq yiqish tarixi xotim berildi. To'rtinchidan, dori kamchil, doktor oz bo'lish tarixi xotim berildi. Beshinchidan, bolalarning maktabda o'qiyamaslik tarixi xotim berildi. Oltinchidan, fuqarolarning safarga chiqishi qiyin bo'lish tarixi xotim berildi. Yangi Jongo qurilgandan buyon, bo'libmi yaqinqi 10 yilda Şinjangning turli madaniyat ishlari jo'sh urib rivojlandi. Qadimgi madaniyat meroslari va milliy madaniyat kuchli qo'g'daldi, varislik qilindi va rivojlantirildi. Dunyoviy ta'sirga ega Uyg'ur 12 muqomi Sharq muzika madaniyati g'azinasidagi bebaho go'har. Uzoq tarixiy davrlarda 12 muqom el orasida og'zaki shaklda tarqalib kelgan bo'lib, yozma xotiri yo'q edi. Vaqtning o'tishiga ergishib, muqomni itolaydiganlar oz qilib, Şinjang ozod bo'lish arifasida muqomni bir qadar to'liq itolaydigan aran uchli mo'ysipit san'atkor qolgan edi. Yangi Jongo qurilgandan keyin 12 muqom qutqizib olindi. 1960-yili 2 tomliq 12 muqom tekstlari rasmiy nashr qilinib, Jongo hozirgi zamon musiqa tarixidagi katta ish bo'lib qoldi. 12 muqom hozirga qadar xanzocha, inglizcha, arabcha qatorliq ko'p xil yoziqlarda nashr qilindi. 2005-yili Jongo Şinjang Uyg'ur muqomi BDT Ma'arif fan madaniyat tashkiloti tomonidan insoniyatning og'zaki va g'ayriy moddiy madaniyat meroslari vakillik asri qatoriga kirgizildi. Şinjangning milliy naqsh usulimi o'zining yangi gullanish davriga kirib, xalqning yangi turmushiga cheksiz xushallik bag'ishladi. Go'zal yangi davrga rang-garang tus qo'shdi. Hatto mamlakatga, dunyoga yuzlandi.
1999 yılı 3. ayda Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti kurulganlığının 50 yıllıkını tebriklash münasebeti bilen Şinjan Milli San'atining cevhri mujassamlangan Bizning Şinjan yaxshi joy nomli naqshi usul Beijingda o'rinlanib, partiya va davlat rahbarlarining yuqori bahosiga erishdi. yıldan burun Şinjangda 90% kishi savotsiz edi. Şinjang bo'yicha birla oliy maktab va 11 har xil o'rta maktab bor edi. Hozir Şinjangda o'rta boshlang'ich maktablarda o'qiyotgan o'quvchilar 4 milliondan oshadi. O'qish yoshiga yetgan bolalarning maktabga kirish nisbati 99% ga yetadi. Oliy maktabdan 29, doktorlik unvoni berish huquqi bor o'rindan 4, doktorlik unvoni berish nuqtasidan 15, magisterlik unvoni berish huquqi bor o'rindan 9, magisterlik unvoni berish nuqtasidan 210, to'liq kurs, maxsus kurs kasblardan 137 bor. Oliy ma'rifning taraqqiyot ko'lami va sur'ati mamlakatning o'rta saviyasiga yaqinlashib qoldi. Har xil maktablardagi o'quvchilar orasida oz sonli millat o'quvchilarining egillagan nisbati 60,19% ni egallaydi. Davlat g'arbni keng ko'lamda etishini tezlatish, Şinjangning muqimligi va taraqqiyotiga yuqori safoli ixtisos egillarini yetishtirib berish uchun 2000-yildan boshlab ichkari o'lkalardagi Beijing, Tianjin, Shanxay qatorliq taraqqiy topgan 12 shahardagi 15 o'rta maktabda Şinjang to'liq o'rta sinflarini ochib, har yili 1000 dan 1500 gacha Şinjanglik o'quvchini qabul qildi. Bularning orasida 90% dan ko'pragi oz sonli millat o'quvchilari. O'qitish manbasi yetishmaslik masalasini hal qilish uchun bu yez bolalari ichkari o'lkalardagi ma'rif taraqqiy qilgan nuqtaliq o'rta maktablarda o'qib, sotsialistik cho'ng oilaning illiqligini haqiqiy his qildi. Kunlarning birida bu bolalar qanot chiqarib parvoz qilib, o'z talantini joriy qildirg'isi. Şinjangda 47 millat birli yaşaydı. Bularning ichida Uyg'ur, Xanzu, Qozoq, Mongol, Xuizu, Qirg'iz, Shiva, Manju, Tojik, O'zbek, Tatar, Dag'ur va Rusdan iborat 13 asosiy millat bor. Şinjang Uyg'ur avtonom rayoni qurilgandan keyin Şinjangdagi har millat xalqi birlikda inoq, ijil yashab kelmoqda. Mayli Urumchining Avat cho'ng kichik ko'chalarida bo'lsin, mayli Tangirtig'ining janubiy va shimolidagi shahar va yez bozorlarda bo'lsin, har millat xalqining ittifoq xotirjam yashayotganligini ko'rgan bo'ladi. Bu ittifoqlik har millat xalqining Junxo millatlari cho'ng oilasini tanishtiruvisi. Millatlar ittifoqligi engining kishilar qalbidan cho'nqur o'rin olganligi, iqtisodiy taraqqiyot ib kelgan mo'l, bayoshat turmush, jamiyat muqimligi ib kelgan xotirjamlikdan kelgan. Bu 50 yilni olamshumul o'zgarish bo'lgan 50 yil. Şinjangning iqtisodiy, ijtimoiy ishlari g'oyat zo'r natijalarga erishgan 50 yil. Şinjangdagi har millat xalqi haqiqiy nafga erishgan 50 yil. Şinjangdagi har millat xalqi hamnafas, qalbdosh, taqdirdosh bo'lib olg'a ilgirilgan 50 yil deyishga bo'ladi.
Bu partiyamiz tuzgan to'g'ri millatlar siyosatidan bo'lgan. Şoň biz erişken neticeler partiyamızning to'g'ri rahbarligining, millatlar siyosatimizning parlaq nurining mevasi deymiz. Bu 50 yılda Şinjanның her qaysi joylarida millatlar ittifoqligi bo'yicha zo'r bir turkum ilg'or kollektiv va ilg'or shaxslar borliq keldi. Ular shaxsiyatsiz ko'kib qo'shish ro'yi bilan millatlar ittifoqligining yangi sahifalarini yaratib, Şinjandagi har millat xalqining buyuk ittifoqligi uchun shonliq ulgu tiklab berdi. Bu 50 yılda